Referi poyedinka Izzatullo Sharipov, O'zbekiston. Bo'ldi Izzatullo Sharipov. Referi tezdagina jangchilarni aytib o'tamiz. Alirzo Shariati eronlik jangchi 17 rekordiga ega bo'lgan sportchi Amirxon Alixo'jayevni ortiqcha tanishtirib o'tirishning hojati yo'q. Menimcha yakkakurash va aralash jang san'atlari muxlislariga 12-7 uning rekordi. Xalqimiz juda ham yaxshi ko'radigan sportchilardan, MMA jangchilarimizdan biri. Uni har qanday jangini xalqimiz kutadi. Yorqin jang o'tkazadi, chunki yorqin. Shunday o'ziga xos xarizmaga ega bo'lgan jangchi ham. Shariati high kick qo'lga tegyapti hozir. 33 yoshli jangchi va anchagina yaxshi jangchilar bilan jang qilgan vaqtida. Lekin bilamizki, Amirxon bitta xatoni ham kechirmaydi va jazolab qo'yishi mumkin. Og'ir zarbalari juda ham og'ir. Jismonan barkamol jangchi deyishimiz mumkin. Agar emotsional holati yaxshi chiqsa, u har qanday jangchini yenga oladi. Biroz kuzatyapti Amirxon. Ikkita ketma-ket kuchli jangchilar bilan jang qilib, mag'lubiyatdan so'ng albatta g'alabali seriyaga qaytish u uchun muhim, shuning uchun shoshilmayapti. O'ng qo'l zarbasi va katta ehtimol bilan qo'yib yubormasi mumkin, lekin Shariati qayta oldi holatga. Menimcha masofada turib jang olib borgan yaxshi Amirxon uchun. Ha? Hozir jangni parterga o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. Undan avval zarbalar yog'dusini amalga oshirdi-yu, ammo Rizachidada takedown bor, Xabgard. O'ylaymanki, Amirxon parterda ham bu jangchidan ustunlik qila oladi. Yaxshi jismoniy tayyorgarlikda chiqqan va raqib yuzidan ma'lum juda ham qiyin ahvolga tushdi va ko'ribmizki, nazorat hozir Amirxonning to'liq qo'lida va hattoki ko'zining yonidan jarohat ham bor Sharipida. Bermayapti turishga. Oktagon chetida taqib olgan holda hozir zarbalar amalga oshirishga harakat qilyapti. Xabgard turishga imkoni yo'q. Mana o'ng qo'lini asta sekinlik bilan tayanch nuqtasini topib olgandan so'ng hozir zarbalar yo'llashga urinib ko'radi Amirxon. Biroz shoshilmayapti. Raqib ko'rdi, raqib kuchli zarbadan keyin ham o'ziga kelyapti va hozir ortiqcha kuch sarflab tavakkal qilgisi kelmayapti Amirxon. Chiqarib oldi qo'lini. Oyoqqa tashladi. Jismoniy juda ham baquvvat jangchi Amirxon. Gilyotina ketdimi? Gilyotina tik turgan holatda hamma joydaligini ko'rsatyapti. Jon uslubida. Bo'g'ishga harakat qilyapti, lekin Shariati ko'rsatdi hammasi joyida ekanligini. Bunday usullarda biroz ehtiyotkor bo'lish kerak Amirxon, chunki juda ham katta kuchni olib qo'yadi bunaqa bo'g'ish usullari. Uppercut zarbasini o'tkazib yubordi. Ikkinchi knockdown bu raund hisobidan. Gilyotina uslubiga o'tishga harakat qilyapti, lekin ana endi mahkam ushladi. Ana endi qo'l joylashgan. Taslim bo'lmoqchi bo'ldi-yu, bo'ldi. Taslim bo'ldi. Tabriklaymiz Amirxonni g'alabali seriyaga qaytish bilan. Gilyotinada yutaman dedimi, yutdi baribir. Mana birinchi ushlaganda bo'lmadi, ikkinchisida shuga mahkam tortib oldi. Amirxon gilyotina bilan jangni yutaman deb niyat qilib chiqqan ekan. Yo'q, shunaqa ma'ni. Men taxminim bu. Hazil tarzda albatta. Shuning uchun jang mana shunday holatda g'alaba qozonishiga olib kelindi. Ko'rdi. Raqib zarbalar o'tkazib yuborgani bilan qaytyapti jangga va bo'g'ishga urinishadi. Amirxon Alixo'jayev har bir jangini o'ziga xos
Muxlislar uni yaxshi ko'rishadi. ko'rinishga olib keladi va Boburbek aytib o'tgandek, buning ortidan muxlislar uni juda har bir jang kechasining bezagi ishtirokidagi qarama-qarshiliklar shubhasiz. Ushbu jangda bo'g'ish usuli bilan g'alabaga erishdi. В данном поединке победу душающим приемом одержал Oqtepa Jasur Alijonov maktabi o'quvchi Muhammad Amirxon Kakasgilev Alixo'jayev. Amirxon Alixo'jayev, Qo'qon Arsloni.